Pechonitsalarimiz $2,5 skidkada sotilyapti. Soni cheklangan, ulgurib qolinglar. To'g'ri, bunaqa e'lonlar shaharda do'konlarda ko'payib ketdi. Qaysi birini nomini aytish shart emas. Borganda iltimos, hurmatli xaridorlar, faqat pechonitsani o'zini emas, toshvilkani narxini so'raylar, termizlar narxini so'raylar, patnislarning narxini so'raylar. Bizda 45 ming so'm. Yoki brendiviy mahsulotlar, Temmikini yoki Dubaykini chinalarni hisoblatinglar. Bozor bilan solishtiringlar, qanaqa narxda nimani sotayotganini. Masalan, mana Lordniki bagemalarini faqat bitta dona narsa bilan cheklanib qolmanglar. Borganda 30 ming ekan, sizlarda 45 ming nega qimmat degan savol javob ko'p bo'lyapti. Otang bozor, onang bozor. Bozorga kelib narxini, sifatini solishtirish imkoniyati bor. Boshqa joyda imkoniyati yo'q. Kimga shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, Chin Saroyga obuna bo'lib qo'yinglar. To'y qilmoqchi bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar shu ma'lumotlarni.